Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dalillar romani haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'zbek adabiyotshunosligining tahlilicha Tog'ay Murodning ilk romani Otamdan qolgan dalillar o'zbek milliy adabiyot tarixida muhim hodisa bo'lgan. Asarda bosh qahramon Dehqonqul o'zbek xalqining timsoli sifatida tasvirlangan. Asarda 3 avlod vakillari Jaloliddin Ketmon, uning o'g'li Aqrab va uning farzandi Dehqonqul obrazi orqali o'zbek xalqi hayotining fojiali qirralarini yoritib berilgan. Bolalikdan qullik, zulmga ko'nikkan, hayotni faqat mehnatdan iborat deb bilgan Dehqonqul uchun dalalari va paxtasi muhim. Uning uchun dalalarning yaxshi saqlanishi, mo'l hosil berishigina sadoqat. Dehqonqul shu tashvishlar bilan band bo'lib, oilasiga, farzandlariga ham e'tibor bermaydi. Markazdan keluvchi mehmonlarga atab bozor qiladi. Biroq bolalariga kelganda kambag'alligiga ko'nadi. Siyosatdan yiroq bo'lgan bo'lsa-da, asar yakunida paxta ishi sababli qamaladi. Shuncha yil qul bo'lib yashagan Dehqonqulning ko'zi shunda ochiladi. Ammo asarda eng ayanchlisi Dehqonqulning ayoli homiladorlik davrida qirmizi olmani faqatgina orzu qila olishi mumkinligi, kunduzi ishdan bo'shamay, yarim kechasi non yopishi, umrida mehnatdan boshqasini ko'rmagan, arzimas tilaklargagina yetolmagan juvonning o'z joniga qasd qilishi, ya'ni o'zini yoqib yuborishi haqiqiy fojia edi. Aynan shu voqea orqali millat ayollari xarakteri va ularning fidoyiligi, ammo bu fidoyiliklari qadrlanmasligi, rag'batlantirilmasligi ko'rsatib berilgan. Ayollar yonmoqda O'zbekistonda. Bu haqda yozilmas bizlar tomonda u qanday og'riqdir sho'rlik gullarni olovga yo'llagan, yoqqan gulxanda. Asar orqali Tog'ay Murod haqiqiy ma'noda o'zbek xalqiga haykal qo'yadi. Agar sizlarda ham bu romanni o'qishga qiziqish uyg'ongan bo'lsa, biz sizlarni Nishon tuman axborot kutubxona markazida kutib qolamiz.